Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2026-yil 20-mart. Barchalaringni Hayit bayrami, Eid Ramazon Hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamda Navro'z bayrami kelayotgan. Mana ertaga Navro'z bahor bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun dam olish kunidan foydalanib shu arilarni bir ko'rib, arilarni ko'rayotganimda mana shu bitta uyada muammo bordek tuyuldi-da. Teshigini atrofida mana litoglarning atrofida ko'rayotgan bo'lsalaring sariq dog'lar paydo bo'lib qolibdi. Keyin kirib chiqishi ham o'ta sus. Bunda nimadir muammo borligini bordek nima bo'ldi-da, keyin ichini ochib ko'rsam bu chirish kasalligiga uchrabdi-da mana shu o'yla. Darrov keyin rasmga olib internetdan qidirdim, tashlab qanaqa holatligini ko'rgandan keyin maslahat olib nima qildim? Oksitetratsiklin degan dori bilan dorilashni tavsiya qilindi. Hozir o'sha sirop tayyorladim. 1 sirop tayyorlab 100 gram 1 litrga 100 gramdan tetrasiklin dorisi tabletkasini aralashtirib, hozir bularga davolashga nima qilamiz? Keyin sabablarini, nima sababdan shu genilis chirish kasalligiga uchraganligini tahlil qilib ko'rdim. Sovuqdanmi yoki arini zich ushlamaslikdan kelib chiqishi mumkin ekan bu kasallik. Lekin men arini sovuq kunlari tagini bekitganman. Hali ham tagi berk, issiq. Qo'limda ushlab nima qilib ko'rganimda uyani ichi issiq holatda. Bo'lgan, demak bu sovuqdan emas. Zich ushlamaganman desam, bu zich ushlaganman. 3 ta ramkada ushlab turdim buni. Qo'shimcha ramka qo'shganim ham yo'q edi. Mana 2 qavat plyonka bilan o'ragandim sovuq kunlari. Mana ari zich holatda. Lekin menimcha keyin yaxshilab tahlil qilib ko'rsam, mana bu devor mana 3 ta ramkada turibdi. Ari zich holatda turibdi mana. Mana arilar. Tahlil qilib ko'rganimda mana bu mana yonidagi devorda nam mog'or paydo bo'lganini ko'rdim-da. Keyin o'sha xulosaga keldimki, demak namgarchilik kuchayib ketgan o'ta uyada. Bu yerdagi eski ramkalarni olib tashladim darhol. Uyasini tozaladim, dezinfeksiya qildim, taglarini tozaladim. Tagi berk turibdi, hali ochganim yo'q. Issiq holda ushlash kerak deyishdi. Shuning uchun tagini hali ochganim yo'q buni. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Internetga bersam, rasmni videoga olib tashladim. Bu o'ta xavfli kasal deyishyapti. Lekin meniki bu hozirgi bu oilani holatida davolash mumkin ekan. Ko'rganlar videosini ko'rganlar aytishdi, davolash mumkin. Dastlabki boshlang'ich holat deyishdi, mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, ochiq, yopilmagan nimalar bor, rasplotlar bor. Bitta, ikkita chirigan nimalar bor. Urug'lar chirigan. Kichkina urug'lar chirigan. Kaltak bilan kovlab cho'zib ko'ring, agar rezinkaga o'xshab cho'zilsa. Bu amerikanskiy gliniz, amerikacha chirish deyishdi. Agar cho'zilmasa, bu Yevropa gnilizi deyishdi.
Xudoga shukur shu darrov dastlabki bosqichida bilib qolibmiz buni. Rezinkaga o'xshab cho'zilmadi. O'sha chirigan bitta nimani topib kaltak bilan cho'zib ko'rdim. Cho'zilgani yo'q. Cho'zilmadi. Demak bu unaqa uyani yoqvoradigan darajadagi xavfli holatda emas ekan. Shuning uchun tavsiyalarni oldim. Hozir dorilab 7 kun davomida dorilash kerak ekan. Titrasiklin bilan. Bu onasi Karpat, mana onari ko'rinayotgan bo'lsa, mana qora. Mana shu onari mana yuribdi, sog'lom, yaxshi. Orada bitta ikkita shu chirigan urug'lar bor. Hid unaqa juda ham sassiq hid kelgani yo'q, lekin bor hid, ozmoz bor. Xullas, davolasa bo'ladi. Buni bu holatda unaqa o'tib ketmagan deyishdi. Shuning uchun hozir sirop tayyorladim. 1 litrga 0,5 gram 0,5 litrga 100-150 milligram titrasiklin, oksititrasiklin qo'shish kerak ekan. Shundan bularga tayyorladim. Sog'lom arilar oilalarga berish tavsiya qilinmaydi deyishdi. Sog'lom oilalarga shunday dorisiz sirop tayyorladim bularga. Mana shu titrasiklin qo'shilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, issiq uralish natijasida mana bu yerda mana nimalar paydo bo'lgan, mog'orlash ramkalarda. Xuddi shunaqa, shundan ko'ryapman men, terlab qolgan, namgarchilik kuchayib ketganligi uchun shunaqa kasallikka duchor bo'lgan degan xulosaga keldim endi. Shunaqa deyishdi, namgarchilikdan yoki sovqatishdan yoki zich ushlamaslikdan kelib chiqishi mumkin ekan. Ehtimolli shu namgarchilik kuchayib ketgan degan xulosaga kelib turibman. Xonani nimasini shabadalatdim, uyasini. Lekin tagini ochgani qo'rqdim, to'g'risi sovqatib qolmaslik kerak, issiq ushlash kerak deyishdi. Bir chekkasini hozir ochib qo'yaman. Plyonkadan burchagini ochib qo'yaman. Mana shunday holatda mana litogdan kirgan havo mana bu burchakdan chiqib ketsa yoki bu burchakdan chiqib ketadigan bo'lsa, menimcha shabada ozgina yurib turadi, havo almashib turadi. Nima bo'lishi mumkin? Bir hafta xullas davolash kerak ekan. 3 marta 0,5 300 gramdan sirop berasiz deyishdi. Sirop beriladi. Kun oralab. Bugun sirop bersam, ertaga umuman buni bezovta qilinmaslik kerak ekan. Ertaga o'zi dori ta'sir qilib jarayon boshlanar ekan. Tozalanish jarayoni boshlanadi deyishdi. Buni ichaklari tozalanadi. Xullas davolash jarayoni ertaga bezovta qilinmas ekan buni. Xo'p. Mana siropimiz. Mana bilayotganimizlar sarg'ayib ketgan sirop. Sababi titrasiklin dorisi qo'shilgan bunga. Mana shunday qilib turib davolashdi, nima qilishdi? Ertadan keyin yana bir marta shunaqa titrasiklinli sirop beriladi. 3-kuni. 4-kuni yana bezovta qilinmaydi. Ko'rilar ekan. Agar chirish jarayoni to'xtagan bo'lsa, yangi bolalar chiqqan bo'lsa, ari aktivlashgan bo'lsa, aktivlash jarayoniga o'tgan bo'lsa, tuzalish jarayoniga o'tgan bo'lsa, bunga sog'lom oiladan, mana bu oiladan bitta rasplot, bekilgan rasplot, tamom bekilgan rasplot berish kerak.
beraman xullas kuchaytirish uchun. Agar to'xtamaydigan bo'lsa, chirish jarayoni yana davom etadigan bo'lsa dorilashdan keyin ham o'sha chirish jarayoni boshlangan hamma rasplodni olib tashlash tavsiya qilinyapti. Xullas rasplodni arisini qoqib, rasplodni yoqib tashlanadi. Mana shunday kasalliklarga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bu o'zi Karpat oilasi yaxshi edi, bahorda juda ham yaxshi chiqqandi. Bilmayman qanday qilib buni shu xato qildim ozgina. Sovuqdan qo'rqib ichida teshiklarni pastidagi setkalarni bekitib tashladim. O'rab tashladim qalin qilib. Mana bir tomondan nima bo'ldi? Kasallik kelib chiqdi endi. Xullas, yaxshi oldinroq bilib qopmiz, xullas kuchaymasdan to'g'rilasa bo'ladi deyishyapti. Mana siropni qo'ydik, endi hozir buni mix bilan, igna bilan teshib qo'yamiz. Teshib qo'ydik. Endi buni yopamiz ustini. Buna bir burçadan ocha qolaylik. Mana shu burchadan ozgina ochiq joy qoldiramiz xullas. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu burchadan ozgina ochiq joy qoldirdim havo yurib turish uchun. Mana shunday holatlarga e'tibor berish kerak. Xudo xolisa davolash jarayoni boshlandi. İki gün o'tgandan keyin ertaga tinch qo'yamiz bu arini. Bezovta qilmaymiz. Shu aytilgandek berilgan retsept bo'yicha dori ta'sir qilishni boshlagandan keyin jarayon yaxshilash tomonga o'zgaradigan bo'lsa, 3-kun yana xuddi shunaqa sirop beriladi, dorili sirop. 4-kunga keyin ko'riladi. Jarayon agar plyus tomonga, ya'ni ijobiy tomonga o'zgaradigan bo'lsa, bunga yordam beriladi. Bitta kuchli oiladan rasplod yordam beriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.